Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, xabarlar bor. Har yili O'zbekistondan imomlarimiz, qorakalarimiz butun dunyodagi vatandoshlar bilan ko'rishish, suhbatlar qurish, tarohlar o'qishga boryapti. Bu yil ham diniy idoramiz tomonidan men va mana qorakam Azbek qorakam Buyuk Britaniyaga yashayotgan vatandoshlarimiz bilan suhbatlashgani, ular bilan ko'rishgani kelganmiz. Shu ma'noda shaharlarda yuribmiz, vatandoshlarimiz bilan ko'rishyapmiz. Bugun bizni bir hammamiz uchun hurmatli, xosatan men uchun, sizlar uchun va butun dunyoga yurtimizni, xalqimizni, millatimizni tanilishiga bois bo'layotgan qadrdon ukamiz mehmondorchilikka chaqirdilar. Abduqodir Husanov. Biz bu xonadonga faqatgina Abduqodirni ko'rish uchun kelganimiz yo'q, balki tabriklash uchun keldik. Qaysi ma'noda Alloh taolo ukamizga mana yaqinda oila qurdilar, farzand ato qildi. Ismlarini Dovud deb qo'yibdilar. Solih bir yigit bo'lsin, o'ziga o'xshash ota-onasiga, do'da buvisiga xizmat qiladigan, xalqqa, millatga yaxshiligi tegadigan farzand bo'lsin degan niyatdamiz. Ham tabriklaylik, ham bir haqqiga duo qilaylik, ham bir mehmon bo'laylik deb keldik. Hammamiz ham yaxshi niyat bilan farzand tarbiya qilyapmiz. O'g'ildir, qizdir. Alloh taolodan mana ulug' oyda, Ramazon kechalarida, Qadr kechalarida, musofirchilikda duo qilib so'raymanki, har bir inson tarbiya qilayotgan o'g'il qizini rohatini ko'rsin. Har bir inson farzandi qaysi kasbda bo'lishidan qat'iy nazar xalqiga, millatiga, yurtiga, mo'min musulmonlarga foydasi yetishiga Alloh muvaffaq qilsin. Abduqodir ukamizga omad so'raymiz. Chunki har bir insonni qay bir darajaga chiqishidan qat'iy nazar unga havas qiluvchilar bor. Lekin uning yonida yana bir narsa bor. U ham bo'lsa hasad qiluvchilar bor. Alloh taolodan hasaddan panoh so'raymiz. Ukamiz musofir yurtlarda bu yerda doimo o'zi madadkor bo'lsin, ota-onasini ko'ziga quvonch bo'lsin. Bularni adalari bizning do'stimiz, qadrdonimiz. Ular ham Abduqodirning rohatini ko'rib, nabiralarini kelajakda rohatini ko'rib yashashlariga o'zi muvaffaq qilsin. Hammamizni yaxshi niyatlarimizga yetkazsin. Xususan Abduqodir ukamizni ham. Alloh taoladan yaxshi niyatlaringizga yetishingizni so'rab qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.